aktivlikni, faollikni, tezkorlikni talablari trening kayfiyat ko'tarish uchun, xo'p, aktivlik, faollikni oshirishi, kichkinagina kayfiyat ko'tarish trening muhim. Shartlari oddiy. Mana shu yerda qo'yilgan kapko'ksani olishimiz kerak. Kim birinchi olish? Faqat men aytaman, bu yerda ko'z, yuz, men aytganda qo'llaringni tegizasizlar va men koptok deganimdagina olasizlar. Trening shartlari tushunarli bo'ldimi? Kim birinchi olish? Xo'p, men oldin o'yin shartlarini tushuntirib bo'ldim. Endi men o'yinni boshladik. Aytib boraman va sizlar davom etasiz. Ko'z, quloq, burun, qorin, soch, ko'z, kaptak. Yo'q, o'yinimiz g'olib bo'ldi. Xo'p, endi ikkita yangi o'yin saytlar. Hokirbekga rahmat. O'yinimiz ham tushunarli. Oddiy o'yinimiz. Deyam oddiy shartlar. Davom etamiz. Ko'z, soch, ko'z sira qo'shlarcha bo'ladi. Qosh, qorin, soch, kaptak. Yo'q, harbiy. Hop, Nigor Rahmon bilan arqa o'tib turasan. Ne deyapsizmi? Orqaga. Hop, boshladik. Ko'z, Qoch. burun, qorin, yelka, kaptak. Hop, yaxshi. Chiqaring bular. Chiqqan. Bular.